Voh, ajoyib. Bu vashshi zo'r-ku. Mashinamizdan ko'ramiz. Dion 9. Bunaqa obzor bo'lmagan, ko'rib chiqamiz. Bo'lgan, to'g'ri, rus tilida bo'lgan bo'lishi mumkin. Rossiyadan o'zim ham ko'rgan edim. Xitoyda bor, lekin o'zbekcha versiyasi bizda faqat kuzatamiz. Lip motor Dion 9 modelimizni to'liq obzor qiladigan bo'lsak, bizning ikki xil pozitsiyamiz bor. Elektr va gibrid pozitsiyamiz bor. Elektr pozitsiyamizda 720 km to'liq elektr o'zi yuradi. Gibrid pozitsiyamiz bo'ladigan bo'lsa 500 km tokda va 800 km benzinda. Общий probegi 1300 bo'ldi. Mashinani ko'rib chiqamiz. Mashinamizni 520 dan sal uzunroq solishtirish uchun to'liq ma'lumot bo'lsin. Li9 dan 5 cm ga sal uzunroq bo'ladi mashinamiz. Mashinamizda yo'q narsani o'zi yo'q akalar. Hamma narsa, lidar, abduf, abagiri, bu yerda Face ID. Ko'raylik, qani ichidan boshlaymiz. Qarang, bismillah. Mana qarang. O'zi mana ko'rinyaptimi? Eshikni ochishimiz bilan qaranglar. Rullar, zenalar moslashyapti, ko'tarilyapti zenamizda. Orqaga surilyapti zenalar, rulni ko'tarilyapti. O'tirib oldik, qulay o'tirib oldik. O'tirgandan keyin bitta yopib ko'rsatib bering. Voh. Qarang, o'zi moslashishini. Endi bu moslashishi ham juda ham qulay bo'ladi, chunki har xil odam bor-da. Misol uchun, semiz odam bor, ozg'in odam bor, ayol kishi bor. Bu tushishga noqulay bo'lishi mumkin. Ko'rganman shunaqa odamlarni har tushayotganda rulni ko'tarib, tushib turib, keyin yana qaytib tushirib qo'ygan odamlarni ko'rganman-da. Bular o'zi ko'tarilyapti, qulay tushib oldi, tushgandan keyin yana qaytib o'zining joy holatiga qaytib kelyapti. Mashinamizni bu yerda ko'raylik. Salon interyer, ichki interyerini juda ham chiroyli. Bu yerda napa ko'jalar, bu sifatli ko'jalar, antibakterial ko'jalar bo'ladi, sifati juda ham zo'r. Mana bunaqa chiroyli tikilingan. Bu yerda derevyanniy deymiz, suv afishkalarini, derevyanniy. Bu yerda kolonka Dolby kolonkalar, kolonkamizni 23 ta kolonka bo'lgan. Akustika to'liq o'zgargan. O'sha o'zidan har doimgidek Face IDlari bor. Oldida head-up display bo'lyapti. Head-up display ham kattagina head-up display. Bu yerda hammasidan ko'rib turibdi oldimizda yurayotgan, misol uchun kilometrimizda bu yerda probeglarimiz, qancha kilometr yurishimiz mumkin, yana yurayotgan tezligimiz, kartamiz, navigatsiyani to'liq ko'rsatib turadi bu yerda. Hammasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi bu yerda. Bu yerda bizda 16:3 mana qaranglar, katta monitori ham orqada 21 to'l bo'ladi. Bu ham katta. Bu 3K. Mana qarang, ko'rinishlarini ko'ringlar. Ko'rinishlari juda ham chiroyli. Mana shu yerda o'zidan men mashinani to'liq boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Mashinamizda bu yerda xo'p, bizning tagida osveshitlar bor. Mashinamizda 3 xil osveshitlar bor. Tagida joylashgan bo'ladi. Bu yerda Type-C, USB, zaryadlash usul aniqlari bor. Xo'p, bu yerda bizda besprovod zaryadkamiz, besprovod zaryadkamiz 50 kW, bu bistri zaryadka bo'ladi. Bu yerda qo'l ostimizda podstakanliklarimiz bor. Podstakanlar chuqur podstakanlik, unaqa o'ynayotmaydi, o'zini yonida ushlaydigan tutqichlari ham bor. Mashinamizdan ko'ringlar, hamma yoq ko'jdan. Dajini ko'pchilik biladi, mana bulargacha daji koja qilingan. Bular ham yumshoq. Kolonkalari, akustikasi xuddi 3D ga o'xshab, kondensatorga o'xshab o'tirasiz. Mashinamizni to'liq atrofingizdan chiqib turadi. Yana bitta qiziq joyi, mashinamizni podgalonlik bosh orqa deymiz-ku, yasichamizda ham qarang mana. Bu yerda ham kolonkasi bor. Bu kolonkasi faqat sizning ishingizga moslashgan. Ya'ni misol uchun, telefon bo'lib qoldi. Shu o'tirimizni telefondan bemalol ko'tarib, shu o'zdan eshitib gaplashib boshqarib ketsak bo'ladi mashinamizni. Boshqadan eshitmaydi. Faqat o'zi eshitadi shunda. Mashinamizni kolesniy baza 3 metrdan uzun bo'lyapti. Diskalarni qarang, lagan diskida Michelin ballonlar bo'lyapti. Eshigi ham bahaybat kattakon eshik. Ruchka tutishlari ham o'zgarib, bu yoqqa chiqadigan bo'lgan, mana. Yana qiziq joyi, yosh kattalar ko'pchilik aytishardi, chiqishga noqulay, mana shunday ruchka qilsa bo'lmasmi deyishardi. Ruchkalarni ham to'g'rilab qo'yilgan. Ruchkalarimizni bemalol tortib chiqishligi mumkin bo'ladi. Har bitta stenamizga, orqa oldi ikkita stenamizda mana bunaqangi panoslar bor. Panoslar ham mana bunaqa podstakanliklarni ham chuqurgina qilib, cho'tki qilib, zo'r qilingan. 21 to'g'ri. Akustikalari ham zo'r, anaqa monitor shashlari ham, tezliklarni ham qarang, cho'tki. Lekin bu oldingi paysalarimizda mashina ruchnoy bilan ochib yopilardi. Bu yerda o'sha avtomat tarzda ochilib yopiladigan bo'lyapti. Bu yerdan bemalol misol uchun shu monitorimizni ochib qo'yishimiz yoki yopib qo'yishimiz mumkin bo'lyapti. Bu yoqdan keyin bu yoqda oldimizda xolodilnigi bor. Xolodilnigimizda -6 +50. Mana bu yoqda monitorimiz yopildi. O'zi yopilyapti, o'zi ochiladi. Monitorni ham yopib qo'ydik. Xo'p, endi bu yoqni ko'rsatamiz. Xolodilnigimizni bu ham kattagina xolodilnik. Bu yerga ham ko'pgina narsani solib qo'ysa bo'ladi. Ham isitadi, ham sovutadi. Mana bu yoqdan o'zimizni bosib turib, shuni ligirovka qilishimiz mumkin bo'ladi. Qarang, bu yerda
Yosh bolalar uchun detskiy rejimlari bor, misol uchun kofega, choyga deb alohida hammasini ko'rsatib qo'ygan. Mana bu yoqda. Keyin yana bitta qiziq joyi bor. Hop, pardalarimizni birinchi xolodilnikni yopib qo'yaylik, xolodilnikni yopib qo'yamiz. Tepalarimizda panoramalari bor. Panoramalar to'liq ochiladi, elektronli bo'ladi. Oldi panoramamiz ham, orqa panoramamiz ham. Oldini shofyorning o'zi bemalol shu yerda o'zidan ochishi mumkin bo'ladi. Orqadan ochishi mumkin yoki orqa o'tirgan odamning o'zi ham panoramani ochish mumkin bo'ladi. Bu yerda panoramani tugmasi bor mana. Bu yerda to'liq ochib olishimiz mumkin yoki yarim ochib qo'yishimiz mumkin yoki mana to'liq ochib yubordik. Yoki bu yerda knopkasi ham bor. Knopkasini bosib turib ochishimiz ham mumkin bo'ladi. Ochganimizda sekin ochilyapti. Panoramasi ham kattagina panorama qaranglar. Orqa o'tirganlar uchun obzor, katta obzor ko'rinadi. Juda ham chiroyli ham o'tirgan bola chaqalar bilan oilaviyga rosa ham qiziq bo'ladi. Juda ham qiziq. Mashinani ko'ramiz, davom etamiz. Bu yerda salon podsvetkalarimiz bor. Tepada, oldlarda to'liq qaranglar mana. Buni ko'rinyapti. Endi yorug' paytda to'liq ko'rinmasligi mumkin. Mashinamizdan mana. Eng qiziq joyi mana ham korpusi. Bu kuchaytirilgan stal deydi. Ya'ni bizani po'lat deymiz, yaxshi mustahkam po'latdan foydalanilgan. Orqa interyerimizdan ko'rsangiz juda ham chiroyli. Mana shu yozayotgan yozuvlari, hamma led chiroqlarimiz. Bular mintadan oshiq led chiroq deydi. Endi buni kerak bo'lsa agarda boshqa har xil o'ynaydigan figuralar bor. Boshqa yozuvlar yozib qo'yib yoki figuralarni chiqaradigan qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bagajimizni ochish qismi o'rtadan yoki misol uchun bundoq qilib ochishimiz ham mumkin bo'ladi yoki o'rtadan ochishimiz ham mumkin bo'ladi. Ochganimizdan keyin qaranglar. Mana kattaligini qaranglar. Mana biz zenamizni orqani o'zidan ham boshqarish mumkin. Uni ham ko'rsam o'tamiz hozir. Mana misol uchun o'tkazib qo'ymoqchi bo'lsak, agarda bu yerda knopkasi bor, knopkasini bosamiz. Mashina to'liq yotib oldi mana. Zenamiz yotdi, zenlarimiz yotdi. Kattagina bizda bagaj paydo bo'ldi. Yana bu yoqda keyin knopkasi bor. Bu pnevmani knopkasi. Pnevmamiz uchun og'ir yuk ortadigan bo'lsak, shu paytda pnevmasini sal pastroq tushirib qo'yib turib, ortishimiz uchun oson bo'ladi, qulayroq bo'ladi. Yana qayta xuddi shunday holatda yana qayta ochib qo'yishimiz mumkin. C16larimiz, boshqa paysalarimizni bular hammasi ruchnoy bo'lgan. Mana hozir to'liq elektronniy bo'lyapti. Keyin yopayotganimizda ham misol uchun agar tegadigan bu detskiy rejimlari bor, tegadigan bo'lsa sразу to'xtayapti yoki azini ko'tarilyapti. Ya'ni bolani siqib qoldi yoki qo'limiz siqib qoldi degan narsasi yo'q. Siqishi mumkin. Agar uchiga qo'yib turgan bo'lsa siqishi mumkin. Lekin ehtiyot bo'linadi baribir. No, tegadigan bo'lsa orqaga qaytadi. Interyerga qaranglar. Eng qiziq joyi orqalarida to'liq kameralar, hamma atrofida sensor kameralar kuchaytirilgan, juda ko'p kamera sensorlar bor. Cho'tkamiz ham ichkariga bekitilgan. Katta cho'tka bor ichkarida. Qaranglar, mana ko'p mashinadan chiqib turgan bo'ladi. Bunaqasiga xalaqit qo'ygan, archisiga xalaqit qiladi misol uchun yoki ko'rinish obzori bizib turadi. Mana bu yerda qaranglar, ichkarida o'zi bemalol tushib, artib o'zini o'zi tozalayveradi mashinamizni. Hop, bu yerdan ko'ramiz mashinamizni. Mashinamizni zero gravity deydi, ya'ni nolvoy gravitatsiya deydi. Zenamizni muallaq holatda yotqizib qo'yish deydi. Endi bu to'g'ri ba'zi odamlar uchun kerak emas bo'lishi mumkin, lekin tog' ketyapsiz, adajon oyijon yotqizib qo'yib, mana qaranglar. Dam olib, xo'jayinga o'xshab ketsa, voy, maza-yu. Voy. Yumshoqqina. Mana bitta motorlarni tushirib qo'yib, adajon yotib, bolam sekinroq haydab, sekin mazah ketaveradi, xudo xolasa. 3-chi qatorni ham ko'rib boqamiz. 3-chi qatorimiz ham juda ham keng. Ko'p mashinalarni 3-chi qatori deymiz. 3-chi qatori detskiy qator deb bilishadi ko'pchilik. Detskiy qator to'g'ri. Lekin bu mashina detskiy qator emas, kattalarning qatori bu. Yirik odam bemalol o'tirsa ham bemalol sig'adigan bo'ladi. Orqaga o'tib ko'rsatib beraman. Mana yonga surilyapti zenamiz. Ochilindi, 3ta qatorli katta joy bo'ldi. Endi mashinamizni orqa qatorini ko'ramiz. Bismillah. Qo'l qo'yish uchun juda ham qulay. Mana bu yerda orqa qatorimizda abagrefi ham bor. Abagrefini ham ikkita orqada ham ishlatib qo'ysak bo'ladi. Oldlarimizda abdiv abagref hammasi bor. Massajlargacha bor oldida. Mana bu yonimizdan yana qiziq joyi, orqani o'zidan yana orqani yotqizib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. To'liq elektronniy. Asa qulay. Alohida pardalari bor. Pardalarni ham misol uchun tushirib, ochib qo'yib, kim uchun qiziq bo'lsa, qanaqa holatda boshqarasiz, yo siz ishingiz. Lekin mana bu qulayligi zo'r. Har bitta odamning tepada o'zining konditsioneri,
Bu yoqda konditsioner va eng oxirgi qatorda oyoq ostida ham konditsionerlari bo'ladi bu yoqda. Bu yoqda podsetkalarni ko'ryapmiz, podsetkalar shu bular har xil rang bo'ladi. Endi o'zgaradi. O'shanga qarab o'zimizga yoqqan xohlagan rangimizdan to'g'irlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda yana bizning podstakanligimiz bor. Mana bu yoqni ko'raylik. Bu yoqda ham podstakanligimiz bor. Bu yoqda nima bor? Bu yoqda tok chiqarsak bo'lyapti. Qaranglar, 220 volt tok chiqarsa bo'lyapti. Mana qaranglar. Zo'ra. Mana. Mashinamizning orqa tomonidagi menyusi mana bu yoqda joylashgan bo'ladi. Bu yerda ya'ni shu konditsionerni boshqarishimiz mumkin bo'lyapti. Yoki sizenamizni boshqarish. Sizenamizni mana shu oldi qator sizenasini ham orqaga oldi yoki 3-qator sizenamizni 3ta qatorli qilish, 2ta qatorli qilish, massajlar alohida, abagreiflari shu yerda alohida o'zi boshqarishimiz mumkin bo'lyapti sizena bosganimizda. Mana bu yerda pardasi bor. Pardasini ochishimiz yoki to'g'ri yopib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Foizlarni ko'rsatyapti bu yerda. Keyingisi xolodilnigimizni ham shu boya ko'rsatib berdik. Ligrovkasi bor. Isitamizni, sovutamizni, uni xohlagan ligrovkani to'g'irlaymiz. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda monitor turibdi. Monitori yoki boshqa xolodilniklarimizni ligrovkasini to'g'irlashimiz mumkin yoki imzo farlarimizni qaranglar, ovoz boshqarishimiz mumkin bo'lyapti yoki monitorimizni o'sha yorug'ligini boshqarishimiz mumkin bo'lyapti. Bu yerda o'zini ham boshqarsak bo'lyapti, qaranglar. O'zini ham boshqarsa bo'lyapti даже.